Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun quloq g'o'ngildash va uning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada quloq g'o'ngildashninki konkret ifodalari va uning sabablari ham shundaqla uni qandaq bir taraf qilish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bolsun. Qulaq qo'ngildash degan vaqtida bir yoki ikki quloqqa shovqinga o'xshash bir xil ovoz anglanadigan ahvolni ko'rsatadigan bo'lib, u anglangan ovoz amaliyotda haqiqiy mavjud ovoz emas. Quloq qo'ngildash ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, taxminan 15%dan 20% kishilar ömürdə quloq g'o'ngildashni beshidan ko'chirib baqqan bo'ladi. Bo'libmi, yashanganlarda texmi ko'p uchraydi. Quloq g'o'ngildash odatda ba'zi yoshurun kasalliklar sababidan kelib chiqadi. Masalan, qiyirliq bilan munosabatlik anglash iqtidorining tuvallishi, quloq zaxmlanish yoki qon aylanish sistemasidagi binormallik qatorliqlar quloq g'o'ngildashni keltirib chiqarishi mumkin. Shunlashqa bizningki bu quloq g'o'ngildash to'g'risida ba'zi savodlarga ega bo'lishimiz nihoyatda muhim bo'lib, u badanimizda mavjud bo'lgan ba'zi kasalliklarningki boshlanish alomatlari bo'lishi mumkin. Undaqda bu quloq g'o'ngildashning konkret ifodalari qandaq bo'ldi degan vaqtida quloq g'o'ngildash atrofda ovoz yo'q yoki atrofdagi ovoz bilan munosabatsiz ovozning anglanishi bo'lib, u ovozlar tuvandagidek ovozlarni o'z ichiga oldi. Birinchisi har uchqandek ovoz, ya'ni quloqimizning atrofida har uchqandek g'o'ngildash ovozi. İkincisi çivin uçqandek ovoz. Üçüncüsü shamol yoki bo'ron ovozi. To'rtinchisi ishik chekkan, ya'ni birisi ishikni chekkandek ovoz yoki ustalni no'qtlagandek ovoz. Beshinchisi turba suvi tomchigandek ovoz. Mana bular mush quloq g'o'ngildashda ko'p ko'riladigan ovozlar yoki quloq g'o'ngildigan vaqtida bizga angladigan ovozlar. Undaqda bu quloq g'o'ngildashninki oqibatlari, ya'ni biz quloqimiz g'o'ngildigan vaqtida nima oqibatlarni keltirib chiqarishi yoki u nimadan derak berishi mumkin degan vaqtida uzun muddat davom qilgan quloq g'o'ngildash kishilarning turmush sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va ba'zi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi og'riqlik va oson charchashni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi yaxshi uxlay olmaslik, xizmat va turmushga ta'sir yetkazishi mumkin. Uchinchisi jiddiylashish, tushkunlik, tashvishlanish va oson ochiqlanishni paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi diqqatni yig'olmaslik va as saqlash qobiliyatining tuvallab ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi bosh og'rishni keltirib chiqarishi mumkin. Mana bular quloq g'o'ngildashninki oqibatlari. Quloq g'o'ngildashninki sabablari nimalardan iborat yoki qandaq sabablar quloq g'o'ngildashni keltirib chiqardi degan vaqtida ularning sabablarini ikki cho'ng turga bo'lish mumkin. Ya'ni ko'p uchraydigan sabablar va oz uchraydigan sabablar deb ikki cho'ng turga bo'lish mumkin. Quloq g'o'ngildashninki ko'p uchraydigan sabablari, birinchisi quloqning ichki pardasi zaxmlanish sababidan anglash iqtidori ojizlab ketish. Ikkinchisi quloq yallig'i, quloq yeringdab qilish. Uchinchisi quloq to'silib qilish. To'rtinchisi har xil qazo sababidan bosh yoki bo'yin qismi zaxmlanish. Beshinchisi
bir qism dorilarning aks ta'siri, masalan, ba'zi antibiotik doriları, rak kasalini davolashda ishlatilgan dorilar, yolliq qaytarish doriları, südük mang'izdigan dorilar, bu dorilarning aks ta'siri quloq g'o'ng'ildashni paydo qilishi mumkin. Mana bular quloq g'o'ng'ildashninki quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqaradigan ko'p uchraydigan sabablar. Undaqda quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqaradigan oz uchraydigan sabablar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi ichki quloqdagi kasalliklar, ikkinchisi o'tir quloq bo'g'iz turbisidagi binormallik, ya'ni bizning o'tir quloqimiz bilan bo'g'izimiz gilimizni o'zaro tutashtiradigan neychsimon qurilmadagi binormalliklar. Uchinchisi quloq so'ngikidagi o'zgarishlar. To'rtinchisi ichki quloq muskuli tortishib qilish. Beshinchisi ingak bo'g'imidagi binormalliklar. Oltinchisi anglash nervisi yoki bosh va bo'yin o'smisi. Ya'ni anglash nervisida, bosh qismida, bo'yin qismida o'sma bo'lgan vaqtidami bu quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqarishi mumkin. Yettinchisi qon tomiridagi binormalliklarmi quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqarishi mumkin. Sakkizinchisi boshqa ost xarakterlik kasalliklar ba'zida quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqarishi mumkin. Bular quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqaradigan oz uchraydigan sabablar bo'lib, buni bilishimiz muhim, chunki bu garchi ancha ko'p uchurmasmi, lekin ba'zi yomon oqibatlardan, ig'ir kasalliklardan derak berganligi uchun agar bizda uzun muddat sababi aniqlanmagan quloq g'o'ng'ildash bo'lgan vaqtida cho'qim doktorga berib tekshirtib, yuqoridagi bu xil ahvollarning bor yo'qligini aniqlashimiz kerak. Agar bo'lsa, shuning qarta davolash ilib berishimiz kerak. Undaqda quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqaradigan xatarlik omillar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi portlash ovozi qatorliq har xil yuqori ovozlar. Masalanga yuqori chastotaliq muzika anglash yoki bo'lmasa mashinaning chaqi portlab ketish yoki o'q etish yoki mush portlatqich dorilarni portlatish degandek har xil yuqori ovozliq yuqori chastotli ovozlar bizningki quloq pardamizga ta'sir qilib, quloq g'o'ng'ildashni paydo qilishi mumkin. Ikkinchisi yoshning cho'ngiyishi, ya'ni qiyirliq. Uchinchisi tamaki chekish. Ba'zi insonlar tamaki chekish sababidan shu anglash nervlari zaxmlanishi, shu sababdan quloq g'o'ng'ildash kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi ko'p aroq ichish. Bumi shu badanda zaxmi paydo qiladiganlik sababidan bo'lib munbak anglash bilan munosabatlik ba'zi nervlarga ta'sir ko'rsatish sababidan quloqda g'o'ng'ildash paydo qilish mumkin. Beshinchisi ba'zi sog'lomlik masalasi, masalan semizlik, yuqori qon besim, yurak qon tomir kasalliklari, bo'g'im yollig'i, bosh zaxmlanish qatorliqlarmi ba'zida quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqarishi mumkin. Bir qism kasalliklar bilan bu quloq g'o'ng'ildash orasidagi bog'lanish texi uncha aniq emas. Shundaqdimi ba'zi kishilarda shu quloq g'o'ng'ildash paydo bo'lgan vaqtida yuqorqi kasalliklarni davolagan vaqtida quloq g'o'ng'ildashmi yo'qolib ketgan. Shunglashqa bu yerda shu ahvollar quloq g'o'ng'ildashni keltirib chiqarishi mumkin deb qaraldi. Shunglashqa bularni bilishninki muhim ahamiyati biz shu uzun muddat shu quloqimiz g'o'ng'ildab boshqa sabablarni topa olmagan vaqtimizda bu tafakkurimizni kengroq qilib shu doktorga berib tekshirish orqali zodi nima sababdan bu quloq g'o'ng'ildaydi degan jihatda keng doira tekshirish olib borgan vaqtida ba'zida ba'zi shu
qaramoqqa, quloq g'o'ngdash bilan bevosita munosabat yo'qdek ba'zi kasalliklarni bayqashimiz mumkin. Quloq g'o'ngdashning oldini olish va uni bartaraf qilish. Uninglik uchun biz tövəndəki bir nechta taraflarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi quloqni yaxshi asrashimiz kerak. Ikkinchisi alohida yuqori ovozlik ovozdan saqlanish. Ya'ni bak yuqori ovozdagi muzikalarni anglamaslik yoki bo'lmasa mushu portlatish ovozi bor yerlarda quloqning ichiga eng yaxshisi paxta tiqib, shu ovozningki quloqimizga bo'lgan zaxmisini tuvaltishimiz kerak. Üçüncüsü qon besimini yaxshi kontrol qilish kerak. To'rtinchisi yurak qon tomir kesili bo'lsa, uni vaqtida davolash kerak. Beshinchisi tamaki chekmaslik, ko'p aroq ichmaslik. Oltinchisi quloq g'o'ngildashni keltirib chiqaradigan dorilarni ishlatmaslik. Ya'ni shundoq bir dorilarni ishlatayotgan bo'lsa, uninki aks ta'siri sababidan quloq g'o'ngildash kelib chiqish mumkin. Shunlashqa u dorilarni vaqtincha to'xtatish orqali bu uninki sabab natijalik munosabatni aniqlashga bo'ladi. Agar haqiqatan quloq g'o'ngildash shu dorilarni ishlatish sababidan kelib chiqqan bo'lsa, uni to'xtatish kerak. Yettinchisi doktorga ko'rinib, tekshirib, quloq g'o'ngildashni keltirib chiqargan sababni tepib chiqish, uningga qarta davolash ilib berish kerak. Biz mushular orqali quloq g'o'ngildash masalasini hal qila olishimiz mumkin. Bugungi bu quloq g'o'ngildash va uning sabablari va uni bartaraf qilish degan temadagi bu qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.